Odam o'sha ketayotsa, bir joyda ko'pgina o'sha go'ng qo'ng'izlar yig'ilib turib, go'ngda dumaloq qilayotganini ko'ribdi. Haligini ko'ribdi-da, keyin qarab turib aytdi-da, shuni Xudo nimaga yaratgan debdi. Na o'ziga foydasi bor, na odamlarga. Yeyotgan narsasi bunaqa sassiq rasvo narsa bo'lsa, endi shuni Xudo yaratmasa bo'lardi-da deb fikr qilib o'tib ketibdi. O'zi haligi savdogar odam ekan. Savdo ishlarini qilib yursa, anchadan keyin qorni og'riydigan bo'lib qoldi. Haligi tabibga borsa ham, bilmayman bu qanaqa kasallik debdi. Doktorga borsa ham, u ham men ham bilmayman, umrimda ko'rmaganman bunaqa narsani. Soppa-sog'lom turibsiz deyshar ekan, qorni og'rirar ekan. Keyin bir zot aytdi, debdi, palonchi joyda bitta avliyo zot bor debdi. Shuni oldiga bir borib ko'rchi debdi. To'g'ri shu zot bilsa debdi. Haligi avliyo zotning oldiga boribdi-da, keyin borib, hazrat, necha kundir shunaqa qornim og'riydi, hech kim davosini bilmayapti. Shuni sizdan so'ragani keldim desa, hazrat aytibdiki, qarab turibdi-da, sen debdi, umringda go'ng qo'ngizni ko'rganmisan debdi. Ha, ko'rganman debdi. Shuni dumalog'idan 40 kun yeyishing kerak ekan debdi. Ayni o'sha dumaloq qilgan bo'lish kerak debdi. Oldiysi bo'lmaydi debdi. Keyin qaytib ketdi. Haliga qarab turibdi. Endi yey desa, u yeydigan narsa emas. Yemay desa, boshqa yo'l yo'q. Majbur 40 kun bittadan yebdi. 40 kun hali qarab turar ekan, dumaloq qilib yasa bo'lgandan keyin haligidan bittadan yirganda, keyin Xudo shifo berib tuzalib ketibdi. Keyin yana endi tuzalib ketgandan keyin yana haligi savdo ishi bilan bir kemaga chiqib dengizga ketayotsa, asli dengiz o'rtasiga borganda bir shamol to'fon bo'lib, endi haligi kema yiqilib ketay desa, deyapti ekanda. Hamma baqirar ekanda. Ya Xudo, senga nima yomonlik qildik? Ya Xudo, senga nima yomonlik qildik? Nima gunohimiz bor edi? Endi bolam qolib ketarmi, chaqam qolib ketar, hammasi baqirsa, haligi savdogar sekin borib chekkaga o'tirib olibdi. O'tirib olibdi-da, og'zini ikki qo'llab yopib olibdi. Buni ko'rib boshqalar jahl chiqib aytdiki, sen qanaqa ahmoq odamsan? Hozir cho'kib o'lamiz. Bir narsa demaysanmi, gapirmaysanmi desa, haligi odam aytdiki, "Ya o'rtoqlar, uzr. Xudoni ishiga bir marta aralashib 40 kun bo'q yeganman" degan ekan.